hozir Germaniyani qaysi klinikasiga borsangiz o'zbek vrach va o'zbek o'ta maxsus xodimga ko'z tushadi. Bu Asklepios klinikasi Germaniyaning sharqiy hududida joylashgan. Hozir men shu yerda tibbiyot xodimi bo'lib ishlayapman. Pflegefachkraft. Bu lavozim Germaniyada juda qadrlanadi. Juda hurmat qilishadi. Sababi Germaniyaning har bir fuqarosi Pflegefachkraft ish tushadi-da. Onasini desin. Bizni klinikamiz chekka joyda joylashgan, shaharda chekka qismida. Manzarani qarang. Avtoban. Men buni O'zbekistonda Germaniyaga kelish hayolimda yo'qligi paytida UzReportdan A2 avtoban ko'rsatuvi bo'lardi. Germaniyadagi avtobanlar faoliyati haqida. Shunda ko'rardim. Bu avtoban A4 ekan bu. Avtoban A2 qayerda ekan bilmadim.